Men bugun ozgina xafa bo'lishga qaror qildim. Chunki qayerga borsam, podrobotkalarda butun hali bilmayman tema qolmaganmi yoki bizga tekan kasalmi, qayerdansan degan savolni ko'p eshitaman. Iltimos, mana shu savolni berishni to'xtatinglar. Qayerdansan? Nima farqi bor? Yokida sizlar shu qayerdanligiga qarab gaplashasizlarmi yokida nima deydi, odamni jeli chiqilasizlarmi? Nima uchun so'raladi? Natsionalnost bazada so'raladi-da. Qayerdan kelgansan deyishadi. Nima keragi bor? Ko'ryapsizlar, sizlarga o'xshagan oyoqlar bor, sizlarga o'xshagan qo'llar bor, ko'zlar bor, burunlar bor, bosh bor, soch bor-da. Nima keragi bor shunaqa savol berib? Judayam ba'zida og'ir olaman bu narsani, потому что odamlar shunga qarab ba'zida sizni nima deydi, tabaqalab qo'yadi-da. Xuddi отдельно bo'lib bo'linib qolasiz. Judayam nekrasivый mana shu holatchi.